Do'stlar, qaranglar, qanday zo'r chiqqani, kozirok, darvoza, perila hammasini mana shu usta yasagan. Hozir biz narx-navosini yaqindan tanishtiramiz. Siz esa bittadan like ni bosib qo'yinglar. Xo'p, do'stim, qarang, perila necha metr hozir bu yerda? Perilamiz 28 metr. 28 metr. Buni metri necha puldan? Xo'sh, metri 660 ming so'mdan. 660 ming so'mdan. Bunga kiradi qalin profillar. Ponna profili, mehnati, toza banishli laklarimiz ponna. Juda zo'r. Xo'p, endi kozirok. Ustunlari ham zo'r ekan. Xo'p, qanchadan qilyapsizlar? 450 mingdan 700 ming so'mgacha bor buniki. Xudo xolasa bog'lansa, buni ham ponna tanishtiramiz. Aynan shuni qanchadan qildinglar? 680 ming so'mdan. 680 ming so'mdan zo'rini qilib berishgan. Xo'p, jami qancha bo'ldi? Xo'sh, 10 million 500 ming so'm. 10 million 500 ming so'm. Va darvoza bizda. Darvoza nechiga necha? Darvozamiz 390 ga 390 aka. 390 ga 390. Ikki qavatli. 2 qavatli ponna shumkalari, toza banishli kraska, banishli lak, aylan atroflari 12 li shiveller. 1.8 ga 2 listdan foydalanganmiz. Shumka qilingan, qilinmagan. Shumkalar behijolat. Videosigacha tashlab beraman bog'lanishsa. Shumka qilingan ekan mana. Zo'r. Qanchaga bitta? 15 million 500 ming so'm. 15 million 500 ming so'mga. Endi qaranglar, hozir jami narxini so'raymiz. Perila, kozirok hamda darvoza. Qanchaga bitta mana shu ko'chadagi ishlar? Shu ko'chadagi ishimiz 44 million 500 ming so'mga, xudo xolasa ponna shu o'rnagunchaga rasxotimiz. O'ta zo'r puxta qilib yasalgan, hammasi eng oliy darajada qilib. Agar mabodo shunaqa ustani, shunaqa ishlari kerak bo'lsa, ekranda nomer turibdi. Shu nomerga telefon qilib gaplashaverasiz. Videorolikka albatta bittadan like ni bosib, shunaqa qiziqqanlarga albatta jo'natib qo'yinglar.